Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat davosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qistoqlar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob-uqubatlari, dard alamlari tafsili bayon qilingan. Qiyin qistoq 17-qism. Boshliqning ishxonasi oldida to'xtadim. Saqchi eshikni chekdi. Ichidan kir degan buyruq ovozdan keyin saqchi menga qarab, "Sen bu yerda kutib tur" deb qo'yib ishxona ichiga kirib ketgach, ishxona eshigini yopdi. Men uchun bu yerda nima ishlar bo'ladi? Allohim, o'zing menga sabr ber. Men har xil xiyollar ichida kutib o'tirdim. Saqchi 5 minut o'tmasdan ichidan chiqdi. U menga qarab, "Ichiga kir, boshliqqa hisob berasan" dedi. "Hey, nima hisob? Men bermagan qaysi hisob qoldi-ki?" Eshikni ochib, ishxona ichiga kirdim. Ishxona ichida ko'zimga birla odam ko'rindi. U bo'lsa-mu Turg'un. Turg'un o'rnida menga tikilib o'tirardi. Men uni ko'rib, eshikning oldida yog'ochda qetib qoldim. Uning chiroyiga qaray olmadim. Menga nima bo'ldi? Nemishqa uningga qaray olmayman? Aslida u mening chiroyimga qaray olmasligi kerak edi-ku. Ammo men nemishqa uning chiroyiga qaray olmayman? Bu tuyg'uning ismi nima? Keyingi kunlarda kishilar menga bu tuyg'uning ismi texi qo'yilmadi deyishdi. Men uning chiroyiga qaray olmayotgan edim. Ammo uning menga qaysi holatda, yana pushaymon qilayotgan ko'z bilanmi yoki kommunist ko'z bilan qarayotganmi, shuningga qiziqayotgan edim. Men eshik oldida shundoq titrar edimki, sumaklarim bir-biriga urilar edi. Lekin bu qatim yig'lamadim. Beshim egilib turg'achqa ko'zim putlarimning uchiga tikilgan holatda edi. Bu ahvolim nimasi? Men ahmoqman? Yo'q, hargiz ahmoq emasman. Undaqda uningga qarayman degan tuyg'ular bilan beshimni ko'tarib uningga qaradim. Turg'un beshini ustalning ustiga qo'yib, ovozini chiqarmay yig'layotgan ekan. Ko'zim boshda uning mo'risini ko'rdi. U haqiqiy ma'noda to'lg'inib yig'layotgan edi. Mo'risidagi titrashdan bular ma'lum edi. Ba'zanda o'zimni tuniy olmay qolaman. Yo'q, ba'zanda emas. Ko'pincha vaqtda o'zimni tuniy olmay qolaman. Bugungi tuyg'ularimdan butunlay hayron qoldim. Ajaba bugun nemishqa yig'lamayman? Normalda bundaq ahvolda aniq yig'laydim. Lekin hozir yig'lamayotgan edim. Ammo Turg'un to'xtovsiz yig'lar edi. U nima uchun yig'layotgandi? Uning shu yig'ilishi bir necha minut davomlashgan bo'lsa-mu, beshini ko'tarib menga qaramasdi. U toza teliqib yig'lagandan keyin beshini ko'tardi. Ko'zlari qizarib ketgan ekan. Men beshimni ko'tarib uningga qarab turayotgan edim. U ko'zlarini ko'zlarimga tikdi. Ko'zlarida boshqacha g'amkinlik bor edi. Necha yildan buyon so'rashni orzu qilib kelgan shu savolimni endi so'rab, "Qandaqsan Turg'un? Qilganlaringdan xo'shalmasan? Bu o'rindiqda nimaning badaliga o'ltirding?" Bu gaplar tilimning uchiga keldi. Biroq aytolmadim. Agar u rostla pushaymon qilgan bo'lib, uning ko'z yoshlari faqatla ufqisini sig'ingani uchun emas, balki pushaymon qilayotgan bo'lsa-chi, undaqda uningga zulm qilib qo'ygan bo'lmaymanmi? U menga har qancha xoinlik qilgan bo'lsa-mu, men uningga undaq qila olmaydim. Men gap qilmasda u gap qildi. "Men uchun bir yaxshilik qilamsan, Komil" dedi. "Bu qandoq yaxshilik?" degan ma'no bilan uning ko'zlariga tikilib qaradim. Men javob bermasdan so'zini davom qildi. "O'tinay Komil, menga bir yaxshilik qil. Meni o'ltir Komil. Endi bu qiynoqlarga ortiq chiday olmayman. Bu yukni yana davomli ko'tara olmayman" dedi. Men past ovozda uningga javob berdim. "Sen ko'tara olmayotgan qandoq yuk ekanligiga qiziqib qoldim." "Qandoq yuk u?" dedim. "Sening yuking.
sening bu holingni ko'rib turishga endi chidayolmayman. Tushunyapsan? Har kuni bu holingni ko'rsam bir qatim o'lyapman. Nihoyat pushaymon qilyapman, Komil, dedi. Uning maqsadini yoki so'zlarini hech tushunolmayotgan edim. Shu topda Turg'un kommunizmga hamkorlashgani uchun pushaymon qilyapamdi. Yoki meni setib qo'ygani uchun pushaymondim. Buni bilish uchun undan so'radim. Nimadan pushaymondisan? Uning ko'z yoshlari yomg'irdak oqar edi. Bundoq savolni mendan so'rama, Komil. Bu savol meni o'ltirdi. Nima ishqiliqining sababini bilamsan, dedi. Men bilaman. Albatta ko'p sababi bor. U ochiqlanib ketdi. Sabab sen nimishqa buni tushunmaysan, dedi. To'g'ri men. Lekin qaysi qilganim uchun men? Gapni so'zma Turg'un. Pushaymon qilishingning sababi nima? Nimaga pushaymon qilding? Kommunizmga teramni shildirganing uchunmi? Kommunizmning buningga arzimas iflos ekanligini bilganing uchunmi? Yoki 20 yildan beri menga berayotgan azoblaring uchunmi? deb so'radim. U yuzimga tikilib qarab, o'nlik ovozda: "Sening qiynalib ko'rish meni o'ldiryotdi. Sen bu yerga kelgandan boshlab qanday azoblanayotganligimni tushuntirib berolmayman. Har kuni o'lib tirilaman, Komil. Sening o'rningda u qiynoqlarga meni selishni xohlayman, Komil", dedi. Voh, ajaba. Shu topda mening as-hushim joyidimi? Turg'unni hali ham tushunolmayotgan edim. Turg'un nima deyotdi? Qilgan xoinligidan pushaymondimi yoki kommunist bo'lganidimi? Uning ichida nimalarni o'ylayotganini bilish uchun uningga qaytadan qaradim. Qancha zulmlarga imzo etilgan bu o'rindiqda Turg'unning o'ltirganini ko'rish taqdirimda bor ekan. Butun vujudimdagi titrash to'xtamagan edi. Men shu titragan holim bilan uningdan qayta so'radim. "Sen nima deyapsan, Turg'un? Tushunolmadim. Nimaga pushaymon qilganligingning ismini qo'yayli. Aytqin, nimaga pushaymon qilding?" "Sana qilganlarimdan", dedi. Men yondirib so'radim. "Kommunizmning bunga arzimasligini bilganing uchunmi? Hozir u ishlarni qistirma" deb qattiq vaqiradi. Amaliyotda vaqirash navbati menda edi. Uni qistirmasdan bu hayotim bir nafas olmaydi. Qiziq qo'ysan Turg'un, uni qistirma deganing nimasi? Shundoq qilg'ilimi bo'lamdi? Gapni so'zma, Komil. Meni o'ldir deyapman, dedi. Yana shu titirgan holim bilan uning yuziga qarab turardim. G'azab bilan tishlarimni g'ijirlatib uningdan so'radim. "Esingda bo'lsin, men odam bo'lay deb buyruq bilan odam o'ldirishni butunlay tashladim, Turg'un. O'lishni shunchalik orzu qilgan bo'lsang, buyruq bilan odam o'ldirishni xizmatchilar nihoyat yaxshi qila oladi. Sen bu ishlarni ularga havola qil", dedim. Ko'zlaridagi yoshni surtib, mendan boshqa narsani talab qildi. "Seni bu yerdan qochirib etaman. Shunda qilishimga ruxsat ber", dedi. Uning bu taklifi menga o'qdek sanjilgan edi. Hargiz unda qilmayman. Ya'ni sening yordaming bilan hargiz qochmayman. Sening yordaming bilan erkin bo'lib, vijdoningni xotirjam qilmayman. Anamning, dadamning, ochamning, jiyanimning qinini oqqizgan iflos vijdoningni xotirjam qila olmayman. O'lishga rozimanki, hargiz bundoq qilmayman. Qayta meni bu maqomingga chaqirma. Seni ko'rsam kallamdan ketay deyman, dedim. Bu qatim u yolvurgan ohangda sana qilganlarimdan beklab pushaymondim men, Komil. Seni sevindim, Komil, dedi. Yana yig'lashni boshladi. Sendan boshqa sevinadigan odamim qolmabdi. Ham qoldirmabdi men, Komil. Yaxshi. To'g'ri his qilibsan. Bularning hammasiga kommunizm sababchi emasmi? Menga ochiq javob bergin. Sana qarab o'ldiradigan holim yo'q, Turg'un. U yana shu javobni takrorlab, "Uni tiqishtirma", dedi. G'azabim bilan uning oldiga udul berib vaqirdim. Qenimni oqtirgan, butun g'ururimni yerga urgan kommunizmni qandaqsiga tiqishtirmayman. Bu qandaq taklif bo'ldi. Bundan keyin har nafsimda shuni o'ylayman. Ham unutmayman, dedim. U o'rnidan turib oldimga keldi. Uning holi bakli yumshab qolgan edi. "O'zingni besavol, Komil. Seni bir qatim bag'rimga bosmoqchiman. Hech bo'lmasa shuningga ruxsat ber. Seni bakli sevindim", dedi. Uning bu gaplaridan turgan o'rnimda muzlab qoldim. "Hozir sen savolimga javob ber. Undan keyin boshqa ishlarni o'ylab ko'ramiz", dedim. "Qaysarlikni yo'qotmabsan, Komil", dedi u. Yo'q. Bu qaysarlik emas. Bu shaxsiyatimning misolidir. Undan yana so'radim, "Pushaymondimisan?" U savolimga javob bermasdan mavzuni o'zgartdi.
Meni yalvarışqa mecburlama Kamil. Yani şu gepimni takrorlayman. Seni bu yerden qochirmoqchiman Kamil. Qoch, qutul. Bu qiynoqlar sening haqqing emas. Sana yaxshilik qilmoqchiman. Meni tushun, shuning ruxsat ber, dedi u. Texim ochiqim keldi. Manga qaysi sifatda yordam berasan? Oddiy bir inson sifatidami yoki bir kommunist sifatidami? Oldi bilan bu narsa aniq bo'lsin. Sen buningga javob bermayapsan. U yerga qarab qoldi. Keyin beshini ko'tarib manga qaradi. Past ovozda javob berdi. Men inqilobchiman Kamil. Buni bilasan. Kommunizmni qo'llab-quvvatlayman dedi. Üstümden qaynoq suv to'kkandek bo'ldi. Ko'zlariga nafrat bilan qaradim. Vaqirab javob berdim. Isht küçük. Men bilan hozirmi kommunist bo'lib gaplashyapsan? Hozirmi kommunist bo'lganingni bilganimda edi, sen bilan gaplasharmidim. Talabingga keladigan bo'lsak, men texi insonligimni yo'qotganim yo'q. Sendan har qanday yordam olmayman. Herkes bunda qilmayman. Sen meni 20 yildan beri bu joyda chirivyapsan. Onamni, otamni, hamma narsamni qo'limdan olding. Men kerak bo'lsa o'laman, lekin sendan keladigan yordamga ko'z qirimni solmayman. Sening vijdoningni xotirjam qilmayman. Herkes xotirjam qilmayman, dedim. Bu ovoz ohangini o'zgartib gap qildi. İşli qalma Kamil. G'ayratimni so'ndirma. Men sendan boshqa yordam so'ramayman. Tushunyotamsan. Menga bergan eng katta hadiyaning ko'zimga ko'rinmasligingdir. Seni ko'rishga toqatim yo'q. Tushundingmi buni? dedi u. Ammo uning beshi igilik holda, ko'zlari yosh bilan to'lgan edi. Hech narsa demay ishga qarab ketayotgan edim. U qayta gap qilib, "Kamil, sen hayotingda ishlarni quchoqlamaganmi? O'tinay, meni ish o'rnida qo'yib, bir qatim quchoqlagin." Arkamga qarab onunğa cevap verdim. Hayatım boyu sendek peskeş iştqı duç kelmedim. Dep qo'yib ishni qo'pollik bilan ichib kamerga qarab mondim. Kamerga qaytib ketib o'zimdan o'zim bag'irlanib ketdim. Barakalloh Kamil. Maşallah Kamil. Sen haqiqatan izzatlik insonsan. Qiyinchilik bo'lsa-mu shu itning yordamini qabul qilmadim. O'zingni pastga urmading deb o'zimdan mag'rurlanib ketdim. Kamerga kelganimda ajoyib bir ahvolda edim. Bu yerden çıkıp ketish ümidi azroqmi yo'q edi. Aslida insonlar azroq bo'lsa-mu, hamma narsadan umid qilishni o'rganishi lozim edi. Lekin bu kommunizm hatto odamlarning qalbiga umid qilishni keshallab tashlagan edi.